Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda 2024-yil matematika variantlar to'plamining 5-variantini tahlil qilamiz. Demak, birinchi savol hisoblang deyapti. Biz bu yerda 10 ni 9 plus 1 deb quyidagi ko'rinishda yozib oldik. Bu yerda ikkitasidan 9 ni chiqarsak 9 ni 14 plus 1 plus yana 9 ni 14 plus 1 taqsim 9 ni 14 plus 1. Bu yerda qo'shimcha 9 ni 14 plus 1 ni chiqarsak 9 plus 1 10 ga teng bo'ladi va 10 ko'paytirilgan 9 ni 14 plus 1 taqsim 9 ni 14 plus 1 va 9 ni 14 plus 1 lar qisqarib ketib bizda javob 10 bo'ladi. Keyingi savolda 54, 90 va 162 sonlarning umumiy bo'luvchilari nechta deyapti. 54 ning bo'luvchilari shular ekan, 90 ni ham bo'luvchilardan topib chiqdik va 162 ni ham topib chiqdik va ularning orasidan bo'luvchilarni sanab chiqdik. 1 uchlasida ham bor, 2 bor, 3 bor, 6 bor, 9 bor, 18 bor. Boshqasi yo'q ekan. Demak 1 2 3 4 5 6 ta ekan. Keyingi savol vektorlar berilgan. Buni hisoblang deyapti. A vektorining modulini topdik va B vektorining modulini topdik va o'rniga borib qo'yib hisoblaganda minusdan 4031 chiqdi. Bu ham D javobga to'g'ri keladi. Keyingi savolda 2x plus 5y x y minus 1 tenglamaning natural sondagi ildizlar yig'indisini toping deyapti. Bu yerda biz y ni x orqali bog'lab oldik va ko'rinishda kelib bordik. Y bu yerda natural son bo'lish uchun x ham natural son bo'lishi kerak. Bu yerda x 6 ga teng bo'lishi mumkin. U holda y 16 ga teng bo'ladi. X 13 ga teng bo'lgan. X 6 ga teng bo'lganda y 11 taqsim 1 11 2 plus 13 13 ga teng bo'ladi. X 16 bo'lganda esa 16 dan 5 ni ayirsak 11 bo'lib 11 lar qisqarib ketib 3 chiqadi. Demak bizda 6 16 13 va 3 topar sondagi tenglamaning izlari bo'lar ekan. Demak bularning yig'indisini so'rayapti. Yig'indisi bizda 38 chiqdi. Keyingi tenglikning nechta manfiy yechimi bor deyapti. Bu yerda ko'rib turibmizki tenglikning faqat bitta 0 qiymatiga ega bo'ladigan minus 1 taqsim 2 bitta yechimi bor. Qolganlari musbat. Bu ham D javobga to'g'ri keladi. Keyingi savolda buni hisoblang deyapti. Uni ifodani biz T deb olib, uni kvadratga ko'tardik va soddalashtirdik. A plus 1 cos kvadrat bo'yicha ochib berdik. Bu yerda a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat soddalashtirdik va natijada bizda t ildizosi 2 plus 5, ya'ni ifoda ildizosi 2 plus ildizosi 5 ga teng bo'lar ekan. Bu ham javobga to'g'ri keladi. Navbatdagi 7-savol sonlar ifodalari quyida qaysi biriga yotadi deyapti. Oldin bularni noto'g'ri kasraga aylantirdik va butun qismlarni ajratib yozdik. Demak bizda 3 plus 1 taqsim 13 plus 1 taqsim 19 minus 1 taqsim 29. Bu ifoda 3 dan katta, lekin 4 dan kichkina. U holda shu 4 oralig'ida yotar ekan. Keyingi 8-savol funksiyaning x0 nuqtadagi hosilasini toping deyapti. Oldin biz funksiyadan hosil oldik. ln x dan hosila 1 taqsim 2, ildizosi x dan hosila 1 taqsim 2 taqsim ildizosi x kvadrat minus 4x plus 5 va ichkaridan hosila x kvadrat minus 4x 5 dan hosila 2x minus 4. Bu yerda ikkilar qisqartirib yubordik va bizda x minus 2 taqsim x kvadrat minus 4x plus 3 va bu ham x o'rniga 0 qo'ysak va bizda natijada 3/2 taqsim 5 bu ham bu javobga to'g'ri keladi. Demak 9-savol
martasining 5 kami 3x minus 5. 2 martasining 7 ko'pi 2x plus 7 teng bo'lgan sonni toping. Demak, bu yerda biz yozayotgan son 12 ekan. Keyingi savolda soddalashtiring deyapti. Oldin qovuslarni ochdik. A minus B, ABC va ABC qisqardi. B'larim qisqardi va bizlarda natijada A ko'paygan B plyusi taqsim B ko'paygan A plyusi. Bu ham siz javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi savol bo'lsa f1 ni toping deyapti. Oldin f1 ni topish uchun 3x minus 1 plus 2x ni 1 ga tenglab x ni topamiz. Bu yerda x teng 2 ga teng bo'ldi. Bu yer geometrik progressiya tashkil qildi. Geometrik progressiyani formulasiga qo'ysak hosil bo'ldi va bizlarda x ni o'rniga 2 ni qo'yib hisoblaganda bizda 2 ning yuzinchisi minus 2, ya'ni bu javob hosil bo'ldi. Demak, keyingi savol ABCD to'plamida necha qism to'plami mavjud? To'plamida B va C elementlari qatnashadi. To'plam nechta qism to'plamida B va C'lar qatnashadi? Demak, yoki bu ikkamizda yoki bu yoki siz qatnash kerak. Holda AB, BC, BD bunaqa qilib yozib chiqsak, jami 24 ta qism to'plam mavjud. Bu va C elementlar qatnashgan. Keyingi fazada 2 nuqtadan nechta tekislik o'tkazish mumkin? Fazada 2 nuqtadan cheksiz tekislik bitta to'g'ri o'tkazish mumkin, lekin bitta to'g'ri cheksiz tekislik beradi. Demak, cheksiz. Keyingi savolda sonlarni taqqoslang deyapti. Bu yerda 1 taqsim 2, 2 taqsim 3 kattaligidan maxraj va surat bir xil oshib borsa, demak kichigi kichik bo'lar ekan. U holda A bundan katta, bu yerda kichigi nimalardir? Kattadan katta bo'lar ekan. Keyingi savolda A va B tenglamaning izlari bo'lsa, qiymatini toping deyapti. Bir savol 4-variantda ham bor edi. A plus B minus m ga teng. A ko'paygan B m kvadrat plus a ga teng. A B izlari bo'lsa, u holda biz buni A plus buni cos kvadratda minus A plus A deb yozib oldik. A plus buni cos kvadrati m kvadratga teng. A B m kvadrat plus A ga teng. Bu yerdan soddalashtirganda m kvadratlar ham A larim qisqarib ketib, bizda 0 hosil bo'ldi. Oldin misolda hisoblang deyapti. Bu yerda tangens pi 0 ga teng. Bu holda 2022 0 plus tangens pi 2022 dan 0 ga teng bo'lib, bu 1 ga teng bo'ladi. Logaritm 0.8 ni 0.2 ni kubi deb yozdik. 3125 ning 5 ning 5-darajasiga teng. Bu holda logaritm xosasiga ko'ra 5 oldiga tushadi. 3 1 taqsim 3 bo'lib tushadi va 5 taqsim 3 logaritm 0.2 asosiga 5 va 0.2 ham 1 taqsim 5 ga teng. 1 taqsim 5 ni 5 ning minus 1 deb yozib olsak, holda bizlarda minus 5 taqsim 3 hosil bo'ladi. Demak, minus 5 taqsim 3 ga 1 ni qo'shsak, minus 2 taqsim 3, u ham bu javobga to'g'ri keladi. Keyingi savolda tenglama yagona yechimga erishadigan aniq qiymatini toping deyapti. Bu yerda shu ifodada faqat mana tenglama bu taraf 0 bo'lsagina bitta ildizga ega bo'ladi. U holda o'zini yozib oladigan bo'lsak, bu yerda ko'paytiruvchilarga ajratdik va a teng 3 yoki minus 3 yoki 4 bo'lsa, x 0 ga teng bo'lib, yana yechimga ega bo'lmay qoladi. X ni oldindagi koeffitsient 0 bo'lsa, tenglama yechimga ega bo'lmay qoladi va holda 4 bilan minus 3 ga teng bo'la olmaydi. Bitta yechimga bizga ega bo'lish uchun bu tenglama chiziqli tenglama ko'pi bilan bitta yechimga ega bo'la oladi. U ham
x oldida koeffitsient 0 bo'lmasligi kerak. Bu yerda ozod xat 0 bo'lishi mumkin. Min teng 1da bu holda x teng 0 yechimi bo'la oladi. Demak, bizlarda a teng emas 3 ga, a teng emas -3 ga, a teng emas 4 ga bu javobni ola olamiz. 18-savol bu 14-savolga o'xshaydi. Bu yerda ham 1/2, 2/3 kattaligidan kichkinasi katta deb olamiz va bu yerda a bdan kichik bo'ladi. Bu ham bu javobga to'g'ri keladi. Demak, 19-savol kim 2 metr kub 23 desimetr kub 250 santimetr kub hajmli jismga necha litr suv sig'adi? 1 litr 1 desimetr kubga teng. 1 metr kub 10 desimetr kubga teng. 1 desimetr kub 10 santimetr kubga tengligidan 223 1.25 litr tengligidan ko'rish mumkin. Bu yerda tenglamaning ildizlari yig'indisini toping deyapti. Biz x + 1 bilan x + 4 ni x + 2 va x + 3 ni ko'paytirib o'xshash kelib oldik va bizda x kvadrat + 5x ni t deb belgilab oldik va bizlarda t1 t2 ni topdik. Bu yerdan tenglamaga qo'ysak birinchi tenglama shu ko'rinishda bo'lar ekan. Bu x1 + x2 teng 0 ga teng, -5 ga teng. Bu yerda ham x3 x4 -5 ga tengligidan hammasining yig'indisi -10 ga teng. 21-savol imtihon so'zida nechta yetti harfli so'z tuzish mumkin? 2 marta qatnashgan. Shuning uchun i ni 6 marta qatnashtiramiz. Demak, 6 ta harf bor deb 6 ta harf 6 faktorial so'z tuzish mumkin. Bu ham 3600 ga teng. Bu ham bu javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol bizda 2/5 ning -2-si plus 2/3 ning -3-si minus 8/3 ning -1-sini hisoblang deyapti. Bu yerda biz darajaga ko'tarib matematikai ko'rinishda yozdik va bizlarda 8 hosil bo'ldi. Bu ham siz javobga to'g'ri keladi. 23-savol x -4 dan kichik bo'lsa soddalashtiring deyapti. Bu holda birinchi kasr, birinchi modul -6 dan kichik, u holda -8 dan kichik, u holda manfiy bo'lib ochiladi. 9 - 4 x minus bilan plus bo'lib ketib ikkinchi modul plus bo'lib ochiladi va bizlarda 2x + 3 hosil bo'ladi. Bu ham d javobga to'g'ri keladi. Demak, 24-savolda 87 ga qoldiqsiz bo'linadigan 4 xonali sonlar nechta deyapti. Oldin 4 xonali sonlar son 8999 87 ga bo'ldik va bizlarda 103 ta chiqdi. Demak, 103 ta son bor ekan. 87 ga qoldiqsiz bo'linadigan 4 xonali sonlar ichida. Demak, 25-savolda hisoblang deyapti. Bu yerda 7 ta 3 ni ayirsak ham 4, 10 ni 6 ni ayirsak ham 13 ni 9 ni ayirsak ham 4. Bu yerda 100 gacha borgan. 7 ga har safar 3 ni qo'shib kelyapti. Bu holda bizda 3 + 7 93 endi 32 ta hosil bo'ladi. 34 32 ta 4 hosil bo'ladi. Bu yerda 32 ta 4 ning holda 4 × 32 8 ilzosiga teng. Bu ham javobga to'g'ri keladi. 26-savolda ketma-ket 4 ta to'qsonning ko'paytmasi quyidagilar qaysi biriga hech qachon bo'linmaydi? Ketma-ket kelgan to'qsonlarning muddati 71 bo'lishi mumkin. 17 ham bo'lishi mumkin. Masalan, 71 60 69 71 73 71 17 bo'lishi mumkin. 17 19 21 31 ham bo'lishi mumkin. 31 23 20 31 33 35 37 lekin 126 bo'la olmaydi, chunki 90 ni 90 ga ko'paytmasi hech qachon 90 bo'la olmaydi va 90 bo'ladi. Bu holda 126 90 ga bo'linmaydi. Demak, 126 hech qachon ketma-ket kelgan 4 ta 90 ga ko'paytmasiga bo'linmaydi.
bo'lsa toping deyapti. Umumiy mahraj berdik va tashlab yubordik va ichalasini qo'shdik. Bizda 5x y plus y z teng 15x z bo'ldi. Bu yerdan x y z taqsim 1/3 va u ham 0.3 ga tengligini bildik. Va keyingi savol hisoblang deyapti. Delta yozdik va hisob kitoblarda bizda shunday keldi. Bunda birinchi yildizga ko'paytirsak ostasiga ishini 0.5 lar bizda 0.5 bu yerda 1/9 yuzasi 1/9 va qisqarib ketadi va 0.5 taqsim 2.4 chiqadi. Ikkinchisi 1.9 va 3.8 ga qisqarib ketadi. 0.2 0.5 ga ko'paytirsak 1, demak 0.9 taqsim 2.4 u ham 1 ga teng bo'lar ekan. Bu ham javobga to'g'ri keladi. 29-savolda quyida kasadan cheklovni kasarga aylantirish mumkin qaysilarni deyapti. Bu yerda birinchisini aylantirish mumkin. 63 taqsim 175 ikkalasi ham 7 ga bo'linadi. 7 ga bo'linsa 9 taqsim 25 va 0.36. Demak cheklov uni kasarga aylantirib bo'ladi. U holda variantlardan A va C variantlar chiqib ketadi bizda. Bizda bu va D variantlar qoladi. Endi ikkinchi 49 taqsim 132 bu cheksiz cheklovni kasarga aylantirib bo'lmaydi. Demak ikkinchini va uchinchini ko'radigan bo'lsak, uchinchini ham aylantirib bo'lmaydi. 73 taqsim 108. U holda to'rtinchini esa 51 taqsim 125 bilan mahrajini ham suratini ham 8 ga ko'paytirib bersak 1000 taqsim 51 ko'paygan 8 bilan 0.48 buni cheklovni kasrga aylantirib bo'ldi. U holda bizda 2 3 5 degan javoblar 5-ni ham aylantirib bo'lmaydi. Demak bizda 2 va 3 va 5 bizlar hosil bo'ldi. Bu javob nimagadir yo'q. Javobda ajabda ketgan. Keyingi savolda katangiz 2 alfa minus katangiz alfa minus logaritm logaritm 10 ni hisoblang deyapti. Logaritm asosan 10 bu 1 ni bergan logaritm 1 0 ga teng. Katangiz 2 alfa minus katangiz alfa kosinus 2 alfa sinus 2 alfa minus kosinus alfa sinus alfa deb yozib olsak umumiy mahraj tengladik va bizlarda sinuslar ayirmasini berdi. Sinus alfa minus 2 alfa minus sinus alfa ga teng bo'lib minus 1 taqsim sinus 2 alfa ga teng bo'ldi. Bu ham bu javobga to'g'ri keldi. Demak shu yergacha ko'rib bir nima o'rgangan bo'lsangiz biz maqsadimizga yetdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.